Demak, birinchi bo'lib Tinkercadga kirib olamiz. Hozir o'rganayotgan narsamiz knopka. Knopkadan ma'lumot olish. Birinchi qiladigan ishimiz biz Arduino'ni simlar, rezistor, knopka va kompyuterga ulash uchun hamma narsani tayyorlab olamiz. Undan keyin yangi proyekt sozdat qilib hozir ekranda ko'rinishi uchun, chunki hozir men bu Arduino'ni ekranda ko'rsata olmayman. Zapis bo'lyapti-yu. Mana Arduino olinadi. Maket plata olinadi. Knopka bor bizda, to'g'rimi? Knopka. Basic oldiga o'tkazamiz. Mana knopkani olamiz. Bu yoqqa joylashtiramiz mana. Knopkada ikkita oyoq bor. To'g'rimi? Основной ikkita oyoq bor. Biz nima qilamiz? Birinchi qiladigan ishimiz rezistor olib GNDga ulaymiz mana. GNDdan rezistor bilan tok olib, mana bu yoqda minus zaryadga berib qo'yamiz. Tushunarlimi? Bu istalgan narsada kerak bo'lishi mumkin. LED ga ham kerak bo'lishi mumkin. Knopkaga ham kerak bo'lishi mumkin. Mana rezistor 0.1 qarshilik bilan. Xo'p, endi keyingi qiladigan ishimiz mana shu rezistorni minus zaryadini knopkaga ulab olamiz. Buni ham ko'k rangga o'tkazaman, buni ham ko'k rangga o'tkazaman. Mana. Ko'rindimi? Mana. Minus zaryad rezistor orqali ulandi. Tushunarli? Endi ikkinchi oyog'ini men plus zaryad ulash uchun 5 voltga olib boraman. 5 volt. Mana. Qizil rangda mana 5 voltga ulandi. Ko'rdingizmi? Mana bitta oyog'iga 5 volt, bitta oyog'iga GND. Tushunarlimi? GND rezistor orqali, o'zi emas. GND rezistor orqali. Tushunarlimi? Keyin mana shu GND ulangan oyoqni o'zidan sim chiqarib istalgan bitta raqamli pinga ulayman. Uni rangini signal yuborgani uchun olov rangga o'tkazib qo'yaman mana. Tushunarlimi? Qaysi oyoqqa uladim? GNDga. GNDga uladim. GNDni o'zini rezistor bilan uladim. Tushunarlimi? Ulanishida savol yo'qmi? Tushunarli? Ketdik. Endi dasturga o'tamiz. Dastur yozishimiz uchun birinchi qiladigan ishimiz bu pin mod buyrug'i. Pin mod buyrug'ida biz knopkani nima deb tanishtiramiz? Knopkani nima deb tanishtiramiz? Input yoki output? Output. Knopkani int. Input. Qanaqa input? Nima o'ylayapsizlar? Input. Knopkani pin mod buyrug'ida knopka ulagan raqamim 8 midi? 8 ni input deb tanishtiraman. Tushunarlimi? Keyin natijani serial oynasida ko'rishim uchun serial nuqta begin. Jahongir keling. Qiziqmasmi sizga? Serial begin buyrug'i nima qiladi? Serial oynasini ishga tushiradi. Qani serial oynasi? Mana bu yerda. Bu nimaga ishlamayapti hozir? To'liq dastur yozmagan. Yo'q, dastur yozilganda emas, bu ulanmagan kompyuterga. Men kompyuterga buni ulasam, keyin ulaganimda ham men bu yerda tanishtirganda platalar qatorida men bunda VMS da qolib ketgan. Boya ko'zni ishlatayotgandik-ku, o'shanda qolib ketgan. Men bu yerdan Arduino Uno ga o'tkazaman. Undan keyin mana pinlar qatoridan mana portlar qatorida USB modem Arduino Uno tanishtiraman. Ana undan keyin serial ishlaydi. Ungacha ishlamaydi. Tushunarlimi? Endi serial oynasiga yozuv chiqarishdan oldin men knopka yuborayotgan xabarni o'qib olishim kerak. Biz digital write buyrug'i bilan LED ga buyruq jo'natardik. Hozir biz buyruq jo'natmaymiz, naborot. Biz ma'lumotni o'qib olishimiz kerak. Ma'lumotni o'qib olishimiz uchun biz digital read o'qimoq.
buyrug'idan foydalanamiz va digital read funksiyasini ichida ikkita qiymat bo'lishi kerak. Pin raqami, yo'q, bitta raqam. Pin raqami, все. 8 midi? Bo'ldi. O'qib oldik. Bu o'qib olgan narsamiz, xo'p, aniqlaydi. Xo'p, nima qilish kerak buni? Qayerdadir eslab qolish kerakmi? Ekranga chiqarish kerakmi? Bir amal bajarishimiz kerak, to'g'rimi? O'sha amalni bajarish uchun biz shu yerda knopka bizga yuborgan xabarni eslab qolish uchun bitta o'zgaruvchi yaratamiz. Ya'ni knopka bizga yuborgan xabarni vaqtincha xotiraning ma'lum bir joyida saqlab turamiz. Uning uchun biz aytamiz, u hozir bizga nima jo'natadi? Raqam jo'natadi, to'g'rimi? 1 yoki 0 jo'natadi. O'sha 1 yoki 0 da butun sonmi? Ha, shuning uchun int qo'yamiz. Nomini nima deymiz? Qiymat. Teng mana. Demak, int saqlaydigan o'zgaruvchi, nomi qiymat, u teng bo'ladi nimaga? Knopka yuborgan xabarga. Digital read 8. Biz 8-pinni o'qiymiz, kelgan xabarni qiymatga saqlaymiz. Tushunarlimi? Ha? Demak, bu yerda biz 8 ni input deb tanishtirdik. Bu degani men hozir bu anonni pinni o'qiyman, men bundan so'rab olaman degan. Undan keyin serial oynasini ishga tushirdik. Nima uchun? Ekranda ko'rishimiz uchun, to'g'rimi? Keyin int qiymat degan o'zgaruvchi yaratdik. Qiymat nomli o'zgaruvchi ichida integer saqlaydi. Integer qayerdan keladi bizga? Digital read 8-pindan keladi. Tushunarlimi? 8-pinni o'qiydi va qiymatga tenglashtiradi. Keyin biz uni serial.print qiymat deymiz. Ya'ni biz qiymatni ekranga chiqardimiz. Tushunarlimi? Qiymatga nima kelsa o'shani ekranga chiqaradi. Qiymatga nima kelsa o'shani ekranga chiqaradi. Va biz dasturni yuboramiz. Demak, knopka birinchi dars. Knopka birinchi dars deb dasturni saqlab, uni Arduino xotirasiga jo'natdik. Arduinomiz ulangan, bizga 0 kelyapti. Knopkani bosaman, 1 keladi. Qo'yvaraman, 0 keladi. Bosaman, 1 keladi, qo'yvaraman, 0 keladi. Knopka bunga hozir 1 jo'natdi, qo'yvarsam 0 jo'natdi. Bossam 1 jo'natdi, qo'yvarsam 0 jo'natdi. Ko'rding? Endi men bu bunaqasiga ketmasligi uchun print ln qilib qo'ysam, yangi qatordan tashlab ketadi. Ekranga chiqaraman. Bosaman 1, qo'yvaraman 0. Bosaman 1, qo'yvaraman 0. Tushunarlimi? Endi men shu yerda o'zgaruvchi ishlatdim, to'g'rimi? Qanaqa o'zgaruvchi? Qiymat degan o'zgaruvchi. Qiymat degan o'zgaruvchi ishlatdim. O'zgaruvchi mavzusiga yana qaytaman. O'zgaruvchi bu xotirada vaqtincha bitta ma'lumotni saqlash. Uni saqlab eslab qolishimiz uchun unga nom berishimiz kerak. Nom berish qoidalari bor edi. Nimalar edi? Nom berish qoidalari? Nima mumkin, nima mumkin emas. Mana u nom berganimda. Mana shunda oldiga 5 qo'yishim mumkinmi? Yo'q. Mana tekshirib ko'ramiz. Mumkinmi? Yo'q. Xatolik berdimi? Nima uchun mumkin emas? Chunki o'zgaruvchilarning nomi raqam bilan boshlanmaydi. Oxiriga 5 qo'ysam bo'ladimi? Yo'q. Nega? Bo'ladi. Chunki ani harfdan keyin qo'yish mumkin deb bo'lsa. Nega? Mumkin-ku. Qiymat oxirida 5 mana. Qiymat oxirida 5. Bu yerda chaqirdim o'shani. Ishlayapti-ku. Mumkin ekan. Xo'p. Deylik, mana uni pastki chiziq bilan ajratishim mumkinmi? Ha, mumkin. Bu yerda anu yulduzcha qo'ysam-chi. Yo'q. Mumkin emasmi? Tekshirib ko'ramiz. Mumkin emas. Maxsus belgiga kiradi, to'g'rimi? Bizda mumkin ishlatishga faqat lotin harflari, pastki chiziq va raqam. Raqamlar hech qachon boshiga qo'yilmaydi. Tushunarlimi? Xo'p. Bu o'zgaruvchini nomlash qoidalari edi, to'g'rimi?
Endi biz o'zgaruvchini e'lon qilishni turlarini ko'ramiz. Men misol uchun aytmoqchiman, 8 qilib ishlatib yurmaydi hamma joyga. Knopka deb ishlatay shuni. Buning uchun tepada o'zgaruvchi yarataman. Integer saqlaydigan knopka nomli o'zgaruvchi 8 ga teng. Va men hamma joyga 8 o'rniga knopka deb ishlatsam bo'ladi. Knopka. Xohlasangiz mana knopkani ekranga chiqarib ko'ramiz. Knopkani ekranga chiqarganimda nima chiqishi kerak ekranga? 8 chiqadi. Nega 8 chiqyapti? Chunki men tepada aytganman. Knopka 8 ga teng deganman. Tushunarlimi? Demak, o'zgaruvchi bu ma'lum bir nom ostida ma'lum bitta ma'lumotni saqlaydi xotirada vaqtincha. Tushunarlimi? Xo'p, mana bu yerda nimaga 1 0 ga o'zgaryapti? 1 0 bo'lyapti. Chunki void loop har safar takrorlanadi va har takrorlaganida qiymat nomli o'zgaruvchining ichidagi sonni yangilab turadi har safar. Tushunarlimi? Mana shu har safar yangilanyaptim. Yangilanganda o'zgaryaptim. Mana shu o'zgartirish mumkin bo'lganligi uchun buni nomi o'zgaruvchi. Tushunarlimi? Uni qiymatini biz o'zgartira olamiz. U xuddi korobkaga o'xshaydi. Konteyner ichidagi narsani o'zgartirishing mumkin. Olma solgan bo'lsang, olmani olib tashlaysanda limon solasan. Olib tashlaysanda anor solasan. Olib tashlaysanda bex solasan. Zato hammasi meva. To'g'rimi? Shu mevaligini bildiradi mana u. Integer bu butun son. Buni o'rniga misol uchun men float qo'yishim mumkin. To'g'rimi? Yoki nima qo'yishim mumkin? Boolean qo'yishim mumkin. Yoki char qo'yishim mumkin. To'g'rimi? Lekin men nima qo'yaman? Int qo'yaman. Xo'p, mana knopka deb ishlatib chiqdim. Men bu yerda qiymat deyman. Men bu yerda ham qiymat deyman. Shunda qiymatni ekranga chiqaradi, qiymatni yangilab turadi. Knopkani o'qiydi, knopka ulangan pinni o'qiydi, digital read va nima qiladi? Qiymatga beradi. Tushunarlimi? Endi bu bilan biz nima qila olamiz? Qiymat bilan. Yana. Qiymat bilan biz ledni o'chirib yoqishimiz mumkin. Qanday qilamiz? Mana digital write. Misol uchun led ulasak qaysi pinga ulaymiz? 9 ga ulaymizmi? 9 qiymat. Desak, mana bu kodni olaman, copy qilaman, bunga o'taman. Men bu yoqqa bitta led qo'yishim kerak. Tak, ledlarimiz qani? Mana ledni qo'yaman bu yoqqa. Minus oyog'iga minus ulayman. Plus oyog'iga 9 ulab qo'yaman, to'g'ridan to'g'ri. Va dasturlar qatorida blokni emas, tekstni tanlayman. Ctrl A, Ctrl V. Hozirgi dasturimni yozdim. Endi qara. Knopkani bossam, led yonishi kerak. Yonmaydi. Nimaga yonadi? Yo'q. Yonmaydi, chunki men pin mod bilan 9-pinni output deb tanishtirmadim. Tushunarlimi? Ya'ni led output chunki men unga buyruq beraman. Knopka input chunki men undan buyruq qabul qilaman. Tushunarlimi? Ishlatamiz. Buyruq qabul qilmayman, ma'lumot qabul qilaman. Hozir knopkadan shunday oladida ledga berib yuboradi. Nega yaxshi yonmayapti? 9 digital write 9. Bu tez yonib o'chyaptimi yoki? Tok yetmayaptimi yoki bu yoqqa? Mana uni genezasini yondi-da. Mana genezasini alohida qilaylik bo'lmasa. Mana geneti bu yoqdan emasda. Men bu yoqdan geneda olsin. Geneda bor-ku mana, to'g'rimi yana? Ishlatamiz.
Ko'rding? Bosganda yonadi, qo'yaversam o'chadi. Bosganda yonadi, qo'yaversam o'chadi. Endi shuni men mana digital write 9-pin qiymat dedim. Qiymat 1 bo'lsa, demak led yonadi, qiymat 0 bo'lsa, led o'chadi. Tushunarlimi? Xo'p. Oldingi mavzularingiz bo'sh bo'lganligi uchun shu yerda to'xtayman. Siz oldingi mavzularni zo'r qilib o'rganib kelasiz, keyin men sizga shart operatorini o'rgataman. Hozircha to'xtayman.